Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediyye levlâ en hedânallah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valâ emma ba'du. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizning bugungi soatlik darslarimiz gunoh ma'siyatning insonga bo'ladigan ta'siri haqida to'xtalib o'tamiz. Biz ilgari soatlik darslarimizda gunoh ma'siyatning insonning hayotiga, umriga qanday ta'sirlarni ko'rsatganligi bu temada to'xtalib, 4 temani yuritib o'tdik. İnşallah bugungi soatlik darslarimizda shuning davomini dars qilamiz. İnson gunoh ma'siyat o'tkazsa, insonning o'tkazgan gunoh ma'siyati insonni Robbining oldida xor qilib qo'yishga sabab bo'ladi ekan. Qachoniki inson gunoh ma'siyat o'tkazsa, o'tkazgan gunoh ma'siyat insonni Robbining oldida xor qilib qo'ydi va inson Allohning nazaridan tushib ketadi. Bu haqda Hasanul Basri rahimahulloh shunday degan ekan. Ular Alloh tabarak va taologa sal qaradi. Ya'ni Alloh taolaning haqqiga sal qaradi. Ular Allohning ko'zga ilmidi. Ular Alloh subhanahu va taologa osiylik qildi. Agar Alloh subhanahu va taologa ular osiylik qilmagan bo'lsa, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni ulug'lagan bo'lsa edi, albatta Alloh taolo ularni saqlab qolgan bo'ladi deydi. Qachoniki banda Alloh subhanahu va taoloning oldida xor bo'lib ketsa, Alloh taolo u bandani xor qilib etsa, u kishini hech kim hurmatlamaydi ekan. Alloh taolo va may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Qandoq bir kishini Alloh taolo xor qildi ekan, uni hech kim hurmatlamaydi, uni hurmatlaguchi bo'lmaydi degan. Agar kishilar uni sidqiy ko'rinishda uning hojati bo'lganlik uchun hurmatlagan bo'lsa-mu, ulug'lagan bo'lsa-mu, yoki uning yomonligini qo'rqib turib hurmatlagan bo'lsa-mu, lekin u insonlarning qalbida u eng xor tuvan inson bo'lib qoladi. Shu inson gunoh ma'siyat o'tkazsa, u inson Allohning nazaridami xor bo'lib ketadi ekan. Dunyoda kishilarning nazarida ham xor, eng tuvan arzimas bir odamga aylanib qoldi ekan. Qarmoqqa ba'zi kishilarni bir turkum kishilar intayin hurmatlagandek, maqtagandek qilib qo'ysa-mu, uning maqtishi chin qalbidan uni yaxshi ko'rib, hurmatlab maqtamaydi, balki u odam Allohga osiylik qilganlik uchun boshqalarning qalbidan u odamning hurmati tushib ketib bo'lgan. Boshqalar uni hurmatlamaydigan bo'lib qolgan. Ba'zi kishilar nima uchun boshqa hurmatlaydi desa, uning hojati bo'lganlik uchun, hojatini qamlash uchun yolg'ondan bo'lsa-mu hurmatlab qo'ydi. Yoki uning yomonligidan qo'rqib yolg'ondan bo'lsa hurmatlab qo'ydi. Lekin ularning qalbida uning bo'lgan hurmat yo'q. Sababi Allah burun Allah'ın hürmetini çıkıp ketip bo'lganlik uchun bandalar uni hurmatlamaydi. İnsonningki o'tkazgan gunoh ma'siyatining insonga bo'lgan ta'sirining qatoridan inson bir gunohni o'tkazsa, shu o'tkazgan gunoh inson shuning o'xshash yana bir gunohni o'tkazishga hech qanday parvo qilmaydigan, hech bir gunohni o'tkazgan chaqda tamtirab qolmaydigan, ayminib qolmaydigan bir holatga keltirib qo'ydi ekan. Hatto insonning o'tkazgan gunohi şu insanın qalbida o'tkazgan gunohni kichik sanaydigan, oddiy bir ishdak chaqlaydigan holatga keltirib qo'ydi ekan. Mana bu insonningki halok bo'lib ketganligining alomati. Bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Abdullah Mas'ud radhiyallohu anhu qilgan hadisda mundaq deydi. Shak shubhasizki mu'min o'zining gunohini xuddi tog'ning tuvida turayotgan, tog' uning ustiga yiqilib tushishni qo'rqib turayotgan odamdek shundoq ko'radi deydi. Mu'min odam gunoh o'tkazib solsa, shu o'tkazgan gunohini qo'rqib bir adam tağının bağrı tuğan bolsa, qiypaş tuğan tağ onun üstüge hazır yıkılıp düşdüğündek şundaq pek qo'rqib turdi. Bir günah o'tkazib salsa, mu'min adam dekkidikide qachon menga Allohning azobi kelib qoladi deb o'tkazgan gunohini shundaq ensirab qo'rqib ketdi deydi. Ammo gunohkor, fojir kishi, fosiq kishi, gunoh o'tkazivergan bu fosiq kishi o'zining gunohini qandoq his qiladi desa, xuddi o'zining burnining uchiga chivin qo'nib olgan kishiga o'xshaydi. O adam bunda çivini konup qo'ysa parvo qilmaydi. Bunda birini ishorat qilib qo'ysa uchib ketadi, çivin yana qo'nadi. Yanimda ishorat qilib qo'ysa uchib ketadi, yana qo'nadi. Xulosa, bir inson gunoh o'tkazgan bo'lsa, gunoh o'tkaziverish u insonga o'tkazgan gunoh ma'siyatini kichik sanaydigan holatga keltirib qo'ydi ekan. Keyin gunoh o'tkazishmi u insonga nisbatan oddiy bir ishga aylanib qoladi ekan. Mu'min o'zining o'tkazgan gunohini qo'rqib, xuddi tog' bisib olgandek u kishini shundoq his qilib ensirgan bo'lsa, fasiq kishi o'tkazgan gunohini xuddi burnining uchiga chivin qo'nib olgandeklam oddiy bir ishdak chaqlaydigan bo'lib qoladi ekan. Shunga ba'zi kishilarniki keyin gunoh ma'siyat patqoqlari pativerganligi,
Bir qitim o'g'irlik qilgan odam o'g'irlikni qo'l uzmay qilaverganligi. Bir qitim axloqiy jihat nachar ishni qilgan odam keyin qilaverganligi. Xijil bo'lmaganligi buning sababi nima desa, dal u inson o'tkazgan gunohi, u inson yana bir gunohlarni kichik sanaydigan, oddiy sanaydigan holatga keltirib qo'ygan. Mana bu Alloh tabarak va taoloning u insonga bergan jazosi. Hatto insonlarning o'tkazgan gunohi u inson shunday ta'sir qildiki, insonning o'tkazgan gunohining sababidan meniyotgan uloqlari u insonga bo'ysunmaydigan bo'lib qoladi. Mana bu insonning o'tkazgan gunohi sabablik bo'ladi. İnsanın ötküzgen günahı sebeplik nurgulgan balay afetler ziminde yüz berdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şundaq deydi ki, yav gazla zalimning zulmü sebebinden özünün uğuzida ölüp ketdi o dep şunda degen ekan. Zalimning qilgan zulmü sebeplik hatta özünün uğuzidagi qushlarmi, yav gazlarmi ölüp ketdi o dep şundaq degen ekan. Mujahid rahimahullah şundaq degeni ki, charu malla odam ballarininki ötküzgen günahı sebeplik qahatchilik yuz bersa, odam bolalarning o'tkazgan gunohi sababli u odam bolalariga la'nat o'qiydi deydi. Zimmada nima uchun qahatchilik yuz berdi? Nima uchun yomg'ir yog'maydi? Zimmada barakat ko'tarilib ketdi? Buning sababi nima desa, dal insonlarning o'tkazgan gunohi sababli qahatchilik yuz berdi. Zimmada o't cho'plar unmagandan keyin chormallar och qoladi. Shu sababdan hatto hayvonotlarmi bizning och qolishimizning sababi, zimmin qahatchilik bo'lishining sababi dal odam bolalarining o'tkazgan gunohi sababli bo'ladi deb odam bolalarga la'nat o'qiydi ekan. Osmonda yomg'ir yog'magan bo'lsa, yomg'irning oz bo'lib qolishi, to'xtab qolishi dal bu odam bolalariningki o'tkazgan gunohlari sababli bo'ladi ekan. Ikrama rahimahulloh shundoq deganiki, zimindagi hayvonotlarning hammasi, hatto qurut qo'ng'iz, chayonlar qadar ular shundoq deydiki, mana bizdan yomg'irni to'sab qo'ygan narsa dal odam bolalarining gunohidir. Odam bolalarining gunohi sababli biz yomg'irni cheklanib qoldik deb shundoq deydi ekan. Charupaylog'i ham insonlarning o'tkazgan gunohininki seni shundoq aytadi ekan. Inson o'tkazgan gunoh ma'siyat insonga xorliqni mirosxo'r qilib qo'ydi ekan. Inson gunoh o'tkazgan sari u inson xor bo'lib ketadi ekan. Inson qachoniki Allohga itoat qilgan bo'lsa, insonga azizlik bo'lgan bo'lsa, inson gunoh o'tkazsa, inson xor bo'lib qoladi ekan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim Sure Fatır'ın 10. ayeti mundaq deydi ki, "Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a." Qandaq bir adam izzetni irade qilgan bo'lsa, izzet debishni arzu qilgan bo'lsa, izzetning hammasi Alloh xosdir degan. Shunga siz izzet izlemoqchi bo'lsangiz, Allohga itoat qiling. Allohga taat ibodat qilsangiz, siz izzatga erishgansiz, qachonki Allohga osiylik qilsangiz, sizga xorliq bo'lib qoladi ekan. Shunga izzetni faqat Alloh taolaning taat ibodat bilan topqili bo'ladi ekan. Bu haqda salaflar shundoq duo qilgan ekan. Allohumma a'izzani bi ta'atik va la tuzillani bi ma'siyatik. Ey Alloh, sen meni o'zingga itoat qilish orqali meni aziz qilgan, o'zingga osiy bo'lib qilish orqali meni xor qilib qo'ymagan deb shundoq duo qilgan ekan. İnsanın o'tkazgan gunoh ma'siyatiniki insonga bo'ldigan ta'sirining qatoridan gunoh ma'siyat insonning aqlini buzib qo'ydi ekan. İnsanning aqlining bir nuri bo'lib, qachoniki inson gunoh o'tkazgan sari bu aqlning nurini o'tkazgan gunoh ma'siyat o'chiradigan insonning aql nuri ojizlashib borar ekan. Salaflarning ba'zi shundoq deganki, qandaq bir odam Alloh tabarak va taologa osiylik qilgan bo'lsa, uning aqli yo'qolib ketadi deb shundoq degan ekan. Mana bu xatarli holat ekan. İnson gunoh o'tkazsa, u insonning aqli tortilib ketadi ekan. Aql ishlamaydigan bo'lib qoladi ekan. Çünkü o insonga bir shiqla vaz nasihat qilsa, u vaz nasihat ta'sir qilmaydi ekan. O insonga boshqalar Qur'on Karim bilan ogohlantirsa, Qur'on Karim uningga ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi ekan. Mana bu xatarli holat ekan. Ya'ni gunoh ma'siyatning insonga bo'lgan ta'sirining qatoridan inson gunoh o'tkazsa, u insonning qalbiga muhr bisilib ketadi ekan. Inson gunoh o'tkazsa, insonning qalbiga pechat uriladi ekan. Inson gunoh o'tkazavergan sari u insonning qalbi pechatlanadi ekan, u Allohni eslamaydigan, Allohdan g'aflat qilgan, Allohning g'ofil bandalarining qatoriga yoziladi ekan. Bu haqda salaflarning ba'zilari shundoq degan ekanki, Alloh taolo Qur'on Karimdagi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Undaq emas, balki ularning o'tkazgan gunohlari, kasb qilgan ishlari sababli ularning qalblari qordab ketdi degan. Mana bu oyatni nima degan desa, mana bu inson
Günah ötküzüvergendiken o insanın kalbiga möhür bisildi, insan gafillat bo'lib qoladi deb shundoq tafsirlagan ekan. İnsan bir günah ötkazsa, günahning keyin yana bir günah bo'ladi ekan. Hasanul Basri aytadiki, mana ularning qalbining qardab ketishi, inson bir günah ötkazadi, undan yana bir günah ötkazadi. Günah ötkaziveradiki, insonning qalbi qarg'i bo'lib qoladi. Qachoniki insonlarning gunohi ko'paygan sari, ularning o'tkazgan ma'siyatlari ko'paygan sari, mana gunoh ma'siyatlar insonning qalbini qorishib oladi, insonning qalbiga möhr bisildi deb boshqa olimlar ham shundoq degan ekan. Chunki bu insonning qalbininki dotlashib ketishininki asli manbasi gunoh ma'siyat. Bu insonning qalbidagi dot qachoniki ziyoda bo'lgan sari, mana bu insonning qalbidagi qorliq shunda ziyoda bo'laverdi. Qorliq ziyoda bo'lgan sari oxiri bu insonning qalbiga möhr bisiladi, pechat uriladi, shundan qalbi pardalandi, uning haq kirmaydi, boshqalar nasihat qilsa anglamaydi, qo'rqitib baqsa qo'rqmaydi, ogohlantirsa ogoh bo'lmaydi, hatto qiziqtirib baqsa ham iboratlarga qiziqmaydigan bo'lib qoladi. Sababi qatma-qat gunohni o'tkazaverib, qalbiga möhr bisilib ketgan, qalbi qardab ketgan. Mana bu gunoh ma'siyatning insonga bo'lgan ta'sirining qatoridandir. Hamda inson gunoh o'tkazsa, yana insonga bo'ladigan ta'sirining qatoridan gunoh o'tkazgan kishi Alloh tabarak va taoloninki payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning la'natiga uchrab ketadi ekan. Banda gunoh o'tkazsa, mana bu Rasulullohning la'natininki ostiga kirib ketadi ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundoq bir turkum gunoh o'tkazgan kishilarga la'nat qilgan. Ularning qatoridan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining badaniga, teriga, yingni bilan yoki boshqa narsalar bilan gul xat chekkan kishiga Alloh la'nat qilsin deb la'nat qilgan. Va o'zininki chichini ulug'icha va chachni ulatqizguchi bular Rasul la'nat qilgan. Va o'zininki qoshlarini taguchi va tagizguchi mush kishilarga Alloh subhanahu va taolo ularga la'nat qilgan. Bu Allohning payg'ambarininki la'natiga kirib ketgan kishilar. Jazoni yeguchi va jazoni yegizguchi, jazoniga xat yezib berguchi va jazoni olgan so'ringa, jazoni bergan so'ringa hozir bo'lguchi. Buningga Rasululloh la'nat qilgan va o'g'riga Rasululloh la'nat qilgan. Aroq ichguchiga Rasululloh la'nat qilgan. Aroq quyib berguchi, aroq yasag'uchi, bu aroq yasaydigan zavodga üzümlarni sotguchi, aroq setib olguchi, aroq setib topgan pulni xajliguchi, aroq to'shug'ichi, mush kishilarga hammasiga Rasululloh la'nat qilgan. Mana bugun kunlikda bir turkum ayollarni ko'ramiz. Nasihat anglamaydigan, da'vat ta'sir qilmaydigan, da'vatlar, nasihatlar ta'sir qilmas bo'lib ketgan shundoq bir turkum ayollarni uchirtimiz yoki ularning gaplarini anglab qolamiz. Ular qandoq ayollar desa, ular o'zlarininki badanlariga har xil gul chekadigan, yengli sanjib gul chekadigan yoki gul chektiradigan, yoki har xil girim qiladigan do'konlarni ichib, satrashxonalarni ichib, o'zining boshqalarning qoshlarini terib inchkiritadigan, qosh tiradigan mushunaq ayollarni ko'ramiz. Va qoshni tagizadigan mushunaq ayollarning xabarlarini anglaymiz. Mana bular Allohning payg'ambari ularga la'nat qilgan kishilar. Ayollar o'zining qishini inchiklashtirish uchun, chiroyli qilish uchun qishni tagizgan bo'lsa, qoshning tukini yulg'an bo'lsa va shu qoshning tukini boshqalarga deb yulg'izgan bo'lsa, bularga la'natgar deb ketadi. Bunday kishilarga nasihat ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Bular gunoh ma'siyat patiqqa petib ketgan bo'lib qoladi. Shundaq bir turkum erlarni ko'ramizki, bilaklariga, pochoqlarga yoki bo'yonlarga yoki dumbilariga yig'nida har xil gullarni chekib oladigan, yoki o'zining ismini yozib oladigan, yoki har xil narsani yozib oladigan mushunday kishilarni ko'ramiz. Dal bular Allohning la'natiga uchrab ketgan kishilar. Mana bu gunoh, ig'ir harom bo'lgan ishlar. Bu ishlarni qilgandan keyin siz Allohning payg'ambarining la'natiga uchrab ketasiz. Rasulullohning duosi ijobat. Rasululloh qandoq bir kishiga yaxshi duo qilgan bo'lsa-mu, Rasulullohning duosi shaksiz ijobat bo'ladi. Yomon bad duo qilgan bo'lsa-mu, Rasulullohning duosi shaksiz ijobat bo'ladi. Mana shunday kishilarni atrofimizda uchirtib qolamiz. Shunday kishilarning xabarini anglab qolamiz. Dal bular Allohning la'natiga uchrab ketgan kishilar. Mush gunoh darhol tavba qilib, Alloh iltijo qilmasa, dunyoda ham ularga la'nat bo'ladi, oxiratda ham ularga dardlik azob bo'ladi. Kishilarning orasida shunday bir kishilarni ko'ramizki, zamin talishib, zaminning chegaralarini o'zgartiradigan. Uy sotib olgan bo'lsa, uyning chegara doirasi, hududlarini o'zgartiradigan yoki dehqon bo'lgan bo'lsa,
yoki bog'van bo'lgan bo'lsa, dehqonchilik maydoniniki, bog'vanchilik bog'varonlarininki chegaralarini yo'tkizadigan, o'zgartirish orqali qo'shnining yerlarini o'zining yeriga qetib olmoqchi bo'lgan, yoki qo'shniniki uyininki chegarasini o'zining uyining tavalligiga o'tkazib olish uchun har xil harakatlarni qiladigan mushundoq kishilar. Mana bular ham Allohning payg'ambari la'nat qilgan kishilar. O'tkazgan gunoh ma'siyat insonni mushundoq Allohning la'natiga duchor qilib qo'ydi. Va surat sizgan kishilarga Rasululloh la'nat qilgan. Jonliq bo'lgan odamlarningki yoki hayvonotlarning bo'lsin, jonliqlarning suratlarini sizgan kishiga Allohning payg'ambari la'nat qilgan. Mana bu ig'ir gunoh o'tkazadi. Mushundoq gunoh qilgan kishilar Allohning la'natiga uchrab ketadi. Yana bir odamchi desa, boshqalarning ota-onasini tillagan. Ota-onasini tillab, önündeki başkalar onun atasını tillagan. Başkalarının atasını tillash orqali o'zining ota-onasining tillishiga sabab bo'lgan kishilarga ham Rasululloh la'nat qilgan. Mush gunoh ma'siyat insonni mushundoq payg'ambar sollallohu alayhi la'natiga duchor qilib qo'ydi. Yana er turib ayollarga o'xshash bo'lib olgan. Ayol turib erlarga o'xshash bo'lib olgan. Yana er turib ayol kishining kiyimini kiyib oldigan. Ayol turib er kishining kiyimini kiyib oldigan. Erga xos kiyim kiyish kerak. Ayolga xos kiyim kiyish kerak. Mushundoq holatda ayollarga o'xshavog'ichi erlarga o'xshavog'ichi ayollarga Rasululloh la'nat qilgan. Qandaq bir odam gul chekkan bo'lsa, badanga gul chekkizgan bo'lsa, yoki har xil xatlarni chekkizgan bo'lsa, mana bu ig'ir jinoyat o'tkazgan bo'ladi, la'natga uchrab ketadi. Ayollar o'zining qoshlarini tagizgan bo'lsa va o'zining yuzining tuklarini tagizgan bo'lsa, yoki o'zi tagan bo'lsa, bu ig'ir jinoyat hisoblanadi. Mana bu Alloh la'natiga uchrab ketadi. Ammo ayol kishiga burut chiqib qolgan bo'lsa, soqol chiqib qolgan bo'lsa, bu burut soqolni yulvatgan bo'lsa, mana bu la'natning ichiga kirmaydi. Chunki Alloh tabarak va taolo ayollarni asli yaratishda burut chiqmaydigan, soqol chiqmaydigan qilib yaratgan. Burut soqol chiqib qolish mana bu ayollarningki asli xilqatini o'zgartiradi. Shunga burut chiqib qolgan ayollarga nisbatan chiqib qolgan burut soqolni yulgan bo'lsa, buning gunoh bo'lmaydi. Ammo yuzidagi tuklarni yoki qoshlarini terib, inchkilitib, qoshni shalonglashtirib, mushunda qilgan bo'lsa, mana bu la'natga uchrab ketadi. O'zining tishlarini shalonglashtirib, tishlarini kestirib, chiroyli bo'laman deb mushunda qilgan bo'lsa, bu ham ig'ir gunoh o'tkazgan bo'ladi. Mana bu Allohning la'natiga uchrab ketadi. Allohning payg'ambarining la'natiga uchrab ketadi. Mana bu intayin xatarlik holatlar. Şu gunohlarning ichidan shundoq bir gunohlar bo'ladiki, u gunohni o'tkazgan kishi uning qalbiga muhr bisiladi. Gunohlarning ichidan shundoq bir gunohlar bo'ldiki, u gunohni o'tkazgan kishi Allohning payg'ambarining la'natiga uchrab ketadi. Chunki bugungi darsimizning xulosasi insonningki o'tkazgan gunohlarining inson bo'ldigan ta'sirini qatoridan birinchisi insonning o'tkazgan gunoh ma'siyati insonni Robbining oldida xor qilib qo'ydi. Ikkinchi, insonning o'tkazgan gunoh ma'siyati insonni shuning o'xshash bir gunohni ishlashni oddiy sanaydigan, cho'ng gunohlarni ham ko'zga ilmay, kichik sanab, beparvolik qilib qilaveradigan holatga keltirib qo'ydi. Uchinchisi, insonni o'tkazgan gunoh ma'siyati sababli chorvamonlar ham rizqdan mahrum qiladi. Zaminda qahatchilik, qurg'oqchilik bo'ladi, hatto chorvamonlarning ham la'natiga uchrab ketadi. To'rtinchisi, inson gunoh ma'siyat o'tkazsa, bu insonga bo'ladigan buning ta'siri inson xor bo'lib ketadi. İnsan xorliq giribtar bo'lib ketadi. 5-chi, inson gunoh ma'siyat o'tkazsa, insonning aqlini buzib qo'ydi. 6-si, inson gunoh ma'siyat o'tkazgan chaqda bu gunoh ma'siyat insonning qalbining muhrlanib qolishiga, insonning qalbiga pichat urilishiga sabab bo'lib qoladi. 7-si, inson gunoh ma'siyat o'tkazsa, bu gunoh ma'siyatlar insonni Allohning payg'ambarining la'natiga duchor qilib qo'ydi. Gunoh ma'siyatlarning uchun shundoq bir gunohlar borki, u gunohlar Allohning payg'ambarining la'natiga uchrab ketishga sabab bo'ladi. U gunohlar badanga gul chekish va gul chektirish, qoshlarining tuklarini yulish va yulg'izish, soch ulash va ulatqizish, pora berish va pora yeyish, o'zlarining tishlarini shalonglashtirish, o'g'irlik qilish, aroq ichish, aroqni setish, aroq yasash qatorliq mana bu ishlar Allohning payg'ambarining la'natiga uchrashga sabab bo'ladigan cho'ng gunohlarning qatoridan ekan. Alloh subhanahu va taolo har birimizni bunday gunohlardan sog' salomat saqlab qolsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.